akam oldiga kelganman. Akamlar Yangiyo'l shahrida ishlayapti. Suv quvurlarini mana bunaqa narsalar o'rnatar ekan. Yana nomini noto'g'ri aytgan bo'lsam. Akam Farg'onani o'zidan operatorni so'ragan yaqinlardan. Keling. Turing. Akalar siz qayerdanasiz? Yangiyo'ldan siz taniydiganlar bitta salom deb qo'ying. Iltimos, Alloh geldi. Turing akajon, turing. Keling, operatorni so'rang. Aka, akajon manipulyatorga nimalar bo'lyapti? Hozirda mikrofon yo'li uchun gapirib olasiz, iltimos. Injektor o'sha nimada Har necha oyda ketyapti, shuni ham ayting. uzog'i 1,5 oyga chidab beryapti. 1-2 kundan bir ustalar hammasiga yaxshi bo'ldi. Yo'q, men yomon demayman. O'sha hammasi masalan o'zini ishini ustasi. Zo'r bo'lsin deydi. Hamma zo'r bo'lsin. Endi biz menga asosiysi eng qizig'i nima sababdan injektor ketyapti? 1 oy, 1,5 oyda. Hozir kalitni o'chirsam, zavodi chiqsam yurmaydi. Faqat benzin quysam keyin bo'ladi. Akajon xudosi injektorlar tekshiramiz, nasollar tekshiramiz. Akajon nasibsa sizga bitta nomer beraman. Somon bozorda Aziz aka bilan, A'zam aka bilan Akram aka ko'plar nomer beraman. Sizlardan original tekshirib olasiz akajon. Hozir aka bilan biz hali remont qilmaganmiz. Avvalo buni ko'rasiz. Ashuna bo'lib, ishni ko'rasiz nasibsa improklatorni yangi qo'yamiz. Improklatorni yangi qo'yamiz. Avvalo xudo akajon 1 oy ichida biron donasi ketib qolsa ham bir martalik 6 oydan qayta remont qilinadi. 1 oydan o'tsa aytadi men ham to'g'ri. Chunki 1 oy ichida ketsa bir martalik qo'ygandan keyin bo'shaydi. Masalan, undan o'tib ketsa bizlar ham tirikchilik bo'ladi. Qarang, masalan qilinganiga 2 oy 3 oy bo'lgan bo'lsa yoki masalan hozir 1 oy bo'ldi deyapti. Masalan 1,5 oyda ketdi. 1,5 oy bo'lsa, sizlarni yaxshilab tekshiramiz. Masalan, любой ishni yaxshi tuzatib qo'yishmoqchi. Masalan, bironta yarimtasi ketib qolgan bo'lsa, yo ligirovka yo sarlikda nitoy bo'lsa, shunga qarab sarlik, ligirovka narsalarni ichiga o'tib, shunga qarab ish qilamiz. Nasolda minchi borib, improklatorni holatini ko'ramiz. Akajon, original filtr qo'yib, motochassi masalan, ekskavator yo shunga o'xshagan bu asosiy turadi joyida, to'g'rimi? 200 yil motochassi original filtrga qo'yib, o'shani nima sababdan ketishini yo'lini topamiz. Akajon orada bo'ladi, bir ikkita texnikalarda orada bo'ladi. Yomon sararga qo'yib qo'ysa yo bir narsa. Lekin o'sha narsa 1 oyda bo'lib qolsa, shopro yonidan pul ishlatyapti. Bizda ham bir martalik nima bo'ldi, foydadan kechib bo'lsa, demoqchilar. Agar xudo xolasa nasibsa, qilgan ishlarimizni 90% ziyodi nasibsa yaxshi bo'lyapti. Bir ikkita ishlar bo'lmay qolgan payti bo'ladi. Bu bo'yini egasini yozib ekanmiz, gaplashganmiz ekan. Avvalo xudo nasibsa ishimizni ko'rib baho beradi. Akam, Aziz akam, Aziz akam 1,5 oyda, har 1,5 oy 1 oyda ketib qolyapti ekan. 5 martadan injektor qildiribdi. 7-8 oy. Xudo xolasa nasibsa original zapchastlarni qo'yib, Xitoy original zapchastini qo'yib, bundan keyincha harakat. Hammalarimizga Allohning o'zi Xitoyliklar musulmonlar, butun O'zbekistonga, Farg'onaga hammaga salom.